Hozirgi kunda jamiyatimizda o'g'irlik jinoyati va uni oldini olish, o'g'irlik jinoyatiga demak qarshi kurash masalalari bo'yicha bugun gaplashib o'tamiz qisqacha. O'g'irlik jinoyati bilamizki, demak Jinoyat kodeksida iqtisodiy sohadagi jinoyatlar toifasiga kiradi va o'zgani mol-mulkini talon-taroj qilish sifatida baholanadi. O'g'irlik jinoyati o'zi nima? O'g'irlik jinoyati bu o'zga shaxsni qonuniy mulkini uni aniqlashi mumkin bo'lgan, bilishi mumkin bo'lgan, ko'rishi mumkin bo'lgan holatni istisno etgan holatda yashirin ravishda talon-taroj qilish sifatida baholanadi. Demak, o'g'irlik jinoyatini sodir etilishi uchun albatta o'zgani mol-mulki uni qonuniy mulki bo'lishi kerak va bu jarayonda shaxs o'g'irlik jinoyatini sodir etayotganda bu mulkdan foyda ko'rish yoki boshqa maqsadlarni ko'zlashi kerak. Uchinchidan, demak, bu mol-mulk yashirin ravishda talon-taroj qilinishi kerak. Ya'ni o'g'irlanayotgan mulkni egasi bu mulkni o'g'irlayotganligini bilmasligi, ko'rmasligi lozim bo'lib hisoblanadi. Masalan, bunga misol qilib, masalan, cho'ntagimizdan telefon yoki sumkamizdan boshqa narsani o'g'irlash, qissavurlik jinoyatini yoki masalan uy-joyga eshik ochiq qolganda yashirin ravishda kirib mol-mulkni o'g'irlash yoki mana hozirgi kunda statistik ma'lumotlar bo'yicha keng tarqalgan gaz, kommunal svetlarni o'g'irlash bilan bog'liq bo'lgan jinoyatlar hamda aynan kompyuter sohasidagi, ya'ni internet orqali demak shaxslarni, demak mol-mulklarni o'g'irlash bilan bog'liq bo'lgan jinoyatlar keng demak rivojlanmoqda. O'g'irlik jinoyati bu albatta shaxs uchun, jamiyat va davlat uchun halol topilgan mulk va insonning mehnatiga nisbatan zarba sifatida baholashimiz mumkin. Shuning uchun demak doim o'g'irlik jinoyati bo'yicha demak qonunchiligimiz qat'iy choralar belgilab kelmoqda. O'g'irlik jinoyati Jinoyat kodeksining 169-moddasida belgilangan bo'lib, aynan bu modda 4 qismdan iborat. Ya'ni eng yengil ijtimoiy xavf katta bo'lmagan birinchi qismini oladigan bo'lsak, u ham albatta demak 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilishni nazarda tutadi. Eng og'ir kvalifikatsion belgi sifatida 4-qismini oladigan bo'lsak, bu 15 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish. Demak, bu davlat tomonidan fuqarolarni, jamiyat va davlat manfaatlarini himoya qilishda aynan bu jinoyatni sodir etgan shaxslarga nisbatan jazoni qat'iyligini belgilash bilan o'z ifodasini topadi. Xo'p, o'g'irlik jinoyati nima uchun jamiyatimizda rivojlanmoqda? Albatta, fuqarolarimizni huquqiy ongini bu borada demak kam biz targ'ib qilayotganligimiz, oshirayotganligimiz yoki yengil daromad ko'rishga nisbatan bo'lgan xohishni yuqori ekanligi yoki bo'lmasa demak xavfsizlik choralarini yetarli darajada ta'minlanmaganligi yoki iqtisodiy omillar, ya'ni ishsizlik, ya'ni shaxslarni mehnat bilan shug'ullanishga nisbatan xohishining pastligi kabi holatlarni olishimiz mumkin. Endi bularni biz oldini olish uchun nima qilishimiz kerak? Albatta, birinchi o'rinda shaxsiy xavfsizlik masalasi. Ya'ni biz har bir fuqaro o'zimizni mulkimiz bo'lgan, mehnatimiz hosili bo'lgan narsalarimizni himoya qilishimiz uchun demak albatta demak ehtiyotkorlik choralarini ko'rishimiz lozim. Ya'ni cho'ntagimizdagi narsani demak ehtiyotkorona ichki cho'ntagimizda saqlashimiz lozim. Ya'ni o'zingni ehtiyot qil, o'zgani o'g'ri tutma degan tamoyildan kelib chiqqan holatda, ya'ni mol-mulkimizni ochiq holatda qoldirmasligimiz lozim. Masalan, o'zimizda mana hozir internet orqali firibgarlik, o'g'irlikka oid jinoyatlar bo'lyapti. Demak, aynan ularni demak aniqlashimiz, o'rganishimiz, har qanday insonga ham ishonavermasligimiz lozim. Endi jamoat kafilligini oladigan bo'lsak, demak jamoatda aynan xavfsizlik choralarini ko'rish maqsadida mana kameralar yoki boshqa xavfsizlik choralari, signalizatsiyalar demak o'rnatilishi lozim. Masalan, oddiy do'konda o'g'irlik nima uchun sodir etiladi? Demak, do'kon yo nazoratsiz yoki signalizatsiya qo'yilmagan yoki demak o'sha mulk egasini o'zi uni saqlash bilan bog'liq bo'lgan qoidalarga unchalik ko'p rioya qilmaydi. Ya'ni eshikni ochiq qoldiradi yoki xavfsiz joyga qo'ymaydi, qulfli holatda saqlamaydi. Demak, bu narsalarni biz o'zimizni xavfsizligimizni, ya'ni mulkimizni xavfsizligini ta'minlash uchun bajarishimiz lozim. Davlat demak bu jarayonda fuqarolarni profilaktik nuqtai nazardan oladigan bo'lsak, huquqiy savodxonligini oshirish lozim. Doim yoshlarga o'g'irlik jinoyati og'ir jinoyat ekanligi, uni sodir etgan shaxs uchun jazo muqarrarligi va og'irligini tushuntirishimiz lozim.
hamda demak xavfsiz ko'cha, xavfsiz uy kabi dasturlar doirasida buni biz demak prezidentimizda yil boshida o'sha qarori 1-sonli hamda keyinchalik uni qarorini ijrosi natijasida 253-sonli demak 18-avgustdagi qarorlarida aynan o'sha profilaktik chora-tadbirlarni kuchaytirish masalasi bo'yicha demak dasturlar ishlab chiqildi va bu bo'yicha demak doimiy ravishda mahalla yetiligi, aynan yuridik universitet xodimlari ham demak joylarga chiqib jinoyatchilikni o'sishi, sodir etilishini aniqlab, ular bo'yicha metodik qo'llanmalar, demak tavsiyalar berib kelmoqda va albatta bu narsa o'zini ijobiy jihatini bermoqda. Endi insonni mulki oddiy bir sumka yoki telefonda emas, balki bu yerda eng muhim masala uni halol mehnati, mulkka nisbatan bo'lgan qonuniy huquqiga zarba sifatida baholanadi. Shuning uchun ko'p holatlarda jazolash ham muhim, lekin jazolashdan ko'ra profilaktika muhimroq deb hisoblanadi. Shuning uchun oldindan biz har doim demak jinoyat, uni jazosi haqida tushunchalar berib, ularni huquqiy ongini oshiradigan bo'lsak, demak har bir shaxs albatta muayyan bir jinoyatni sodir etganda o'ylab ko'radi, uni oqibatlarini tahlil qilib ko'radi, ertaga unga nisbatan, oilasiga nisbatan, farzandlariga nisbatan oqibatlarni tushunib yetadi. O'ylaymanki, demak har bir inson muayyan bir jinoyat sodir etmoqchi bo'lsa yoki sodir etayotgan holatda o'ylab ko'rsin, jazo muqarrar, har qanday holatda aybdor shaxsga jazo tayinlanadi.